Unutilgan ekran parolini hozir 2 daqiqada ochishni o'rgataman. Qaranglar, hozir sizlar telefonlaring mobog'da ekran parollaringni eslaringdan chiqarib qo'ysanglar, qanaqa qo'yganlaring eslaringda yo'q bo'lsa, hozir buni 2 daqiqada o'rgataman. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib telefonga перезагрузка beramiz. Перезагрузка berganimizdan so'ng telefon qayta yonayotgan paytida ovoz baland qiladigan knopkani bosib turamiz va bizga shunaqa rejim beradi. Shu rejimga kirgandan keyin Vibe dataga olib tushamiz va Vibe all data qilib confirm qilamiz. Telefon ichidagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi, 100% bo'lib top-toza bo'ladi. O'chirib yoqish knopkasini 2 marta bossak, telefon qaytadan yana yangidek bo'lib yonadi. Asl holatda yonadi va telefonni aktivatsiya qilib olasiz. Faqat oldinga bosiladi. Video foydali bo'ldi. Podpiskani bosib, yurechani bosib qo'ying endi. Bir dona yurecha jalka bas endi. Telefonni aktivatsiya qildik. Mana telefon ekran parolidan xalos bo'ldi va telefon ochildi. Shunaqa foydali videolarni